Ay men pek usab ketgandim, suv ichay degandim. Bu ishni men qira qilmayman, ko'rib boshqamizdan. Grup başlığı. Gap qil. Men suv ichay degandim. Bunday qishlarga qarang. Iltimosdan bir neza direktorning oshxonasiga kirmasangiz bo'lmaydi. Ko'rib qo'ying. Direktor yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men suv ichay degandim. Grup başlığının oshxonasiga chiqsam, iltimos yozib, direktorning oshxonasiga chiring degandim shunga. Bak, oddiy bo'lib qolibdimi bu? Tafsili yozmabsiz. Masalan, siz qanchalik suv ichmoqchi? Miqdor zot qanchalik? Bir stakan ichamsiz yoki 2 stakanmi? Undan sirab siz ichmoqchi bo'lgan suvningki sopiq darajasi taxminan o'lcharingiz bo'yicha zodi qanchalik? Ishning hammasini o'ttircha hisob bilan hisoblab, ma'noga ko'rsatlashtirib, qayta o'zgartirib chiring. Onun için ben olish bakay ya. Direktor, iltimos nesi bo'ldi? Ma bo'libdi. O'lchamda qo'yibdi ma. Bo'ldi. Endi chiqib so'zsingiz bo'ldi. To'xtab turamiz. Bu ishdan bizniki cho'ng bosh direktorniki xabari bormi, yo'qmi? Yo'q, xabari yo'q. Hamdalib qilib so'zsingiz bo'lmaydi ekan. Bosh direktor qaytib kelgandan so'ng shirkat rahbarlari yig'i ichib, sizning masalaningizni biz muzokara qilib boqaylar. Bosh direktorning kallasida o'tib qolib qolsa, nima bo'ladi? Undan keyin isingiz bo'lar. Undan keyin isingiz bo'lar.抖音。